Assalamu alaykum. Çata tuproqlarda vatan millat hasrati bilan yashayotgan barliq qimmatli Uyg'ur qarindoshlarım. Men 3 yaşımda ana vatandan ayrılgan, hozir Angliyada yashayotgan do'stlar Nurziba bo'lman. Sizlardek can mehrli qarindoshlarımga yuragimning cho'nqur qatlaridan salom yo'llayman. Bu to'liq ahamiyatli musobaqani o'rinlashtirgan qarindoshlarga rahmat aytaman. Va qatnashganimdan bekmi xursandman. Tayyorlagan mazmunlarim sizlarga ilhom baxsh etilsa, bu men uchun bir sharafdir. Undaqda diqqatinglar tavandagi mazmunlarda bo'lsin. Bir millatning ruhi uning tarixida yashagan kishilardan birga yashaydi. Ammo vaqt o'tgan sari, aql almashgan sari, ba'zi qimmatli shaxslar, ish voqealar unutish xavfiga duch keldi. Shunga biz qo'limizdan kelgan barliq tirishchanliklar bilan ularning unutilib ketilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ularning hayot yo'li va amgaklarini tanib, qadrlab, buni o'zimizning kimligi va tarixini yaxshi bilishda, kelgusimizni yaratishda qimmatli meros sifatida saqlashimiz va foydalanishimiz kerak. Men o'zimizning yaqinqi zamon tarixidagi o'z qalbi bilan millatni uyg'onishga chaqirgan, shu bitakarligi bilan tajovuzchi Xitoyning turmusida qamoq jazosiga mahkum qilingan qimmatli ustozimiz Abduqodir Jaloliddin ve asarları hakkında kısaca düşünceni sizlerden ortaklaşmakçıman. Abduqodir Jaloliddin akimiz 1964 yılı Mart'ta Qashqar şehrinin 5 kilometrida ölüme ailesiyle dünyaya gelgen. Dadısının küçük ayrılgan bulup, anasının terbiyesine çoğun bulgan meşhur Uyghur ziyalisi, yazgıcı, şair ve hayati ders numaradan ayrılmaya gelgen üniversite profesörü. Ondan başka Japonya ve Angliya'daki dağınıq üniversitelerine ziyaretçi alam süpüzler kelgen, şu jarayonlarda Uyghur tarihi ve milli kimligiga ait manbalarga erişip, vatanga qaytgandan keyin kitap, maqala süpüzde eserlerini yazıp, öz hayati bexatarligi badaliga xalqqa sungan. Tavanda bu pidakar qahramon ustozimizning shu eserleri bilan qisqacha tanishib chiqaylik. Mavjudlik tashlanqi o'zini izlash bosog'isida. Bular ustozning chet el ziyoratlaridan qaytib kelib yozgan kitoblari, Aflotun paranlari, hukmdorlar dasturi, g'arbning tafakkuri, g'aybiy davlat qatorliq tarjima asarlari. Ko'rgandingiz, qishdagi hamon sharob to'miri degan she'rlar to'plami, aql mevasi va shayton, insoniy sifat manzili, yuzimiz, o'zimiz va ko'zimiz nomli maqollar to'plami. Undan boshqa milliy ma'rifimizning taraqqiyoti uchun nazariy bilimlar ve tuzilgan til adabiyot darsliklari. O'rta Osiyo davlatlarida matbuotda e'lon qilingan she'rlarimi xili salmoqni eglaydi. Yuqoridagilar ustozimizning ilmiy emgaklarining bir qismi albatta. Ustoz asarlarining ko'p qismida o'z qalbini qurol qilib ishlatgan. Jamiyatga bo'layotgan o'zgarish, ijtimoiy masalalarni qamchilagan. Bizga vaziyatni tushunishimizni va uyg'onishimizni xitob qilgan. Bu bizga biz kim, qayerdan keldik, qanday yashash kerak degan savollarga javob izlashni o'rgatmoqchi bo'lgan. Ammo cho'nqir afsus, qadrli ustozimiz o'z xalqiga erkinlikni umid qilib, qiyinchilik xatarlarga tavakkul qilib, shu armonlari bilan razil dushmanning turmusida mahbusga aylandi. Mana bu ustoz va yana nurg'un boshliqqa o'xshagan ustozlarimizning ochiq qismati. Bizdek milliy ruhi, vijdoni o'zini so'roqqa tortib turadigan har bir Uyg'urning qalbini param-parcha qildi. Shunga ustozimizga yurak so'zimiz. Siz qorong'u zindonda ammo yozib qoldirgan so'zlaringiz, umidlaringiz, qaysar ruhingiz bizning oramizda yashaydi va erkin qush kabi parvoz qildi. Millatingiz sizni hargiz unutmaydi, chin ko'ngli bilan asraydi. Siz millatimizning faxrlik ziyodasisiz. Sizning qilgan ish izlaringiz tarixning sharafli battirida, mangu xalqning qalbida, solih duolarda. Aziz qarindoshlarim, men sizlarning Abduqodir Jaloliddin ustozimizning asarlarini o'qib, anglab, Abdurning ideyasini va haqiqatni tushunishlarini so'rayman. Bu ustozga qilgan eng amaliy hurmatimiz hisoblanadi. Chavanda ustozimizning mono she'rini huzuringizga sunmoqchiman. Qalamga xos imonimni ber. Alam uchun qaynagan vijdonimni ber. Qarni oq qilib yozsam mubodo,
Numus bekmu yaman zavalımni ber. Kalem emes misali elem. Onun hikmetige boysunar alem. Cahan tesvirini yorutup herdem. Özünü kaydedin yarattığı Adem. Şair körse tonlap titrigenlerini. Kıpkızıl kanını ot kadıp çaçar. Özgilerge berip güzel erginlik. Özü tutkunlukta örtünüp yatar. Hem Allah rahmet.